إلهي أمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ya Rabbim Allah ushbu o'qilgan Qur'on oyatlarini kimchilik xatolari bilan qabullardan ila Rabbim. Ya Rabbim Allah qabullardan eylab hosil bo'lgan ajr savoblarini marhumalarimiz kimlar bizdan duo umid etib yatalar har birlarining ruh shayflarına erishtir ya Rabbim. Onlarning qabrlarini nurli et, hisoblarini jengil et, sening mag'firatina erishib, ularga eng ulug' jannatlarni, Firdavs jannatlarini nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah biz har birimiz shunda masjidga keldik, sening rizolig'ingni umid etib, sening rahmatingga loyiqli bo'lamiz deb. Ya Rabbim Allah atlagan adımlarımızı qabullardan eylab ajr savoblar nasib et Rabbim. Atlagan adımlarımızdan günahlarımızı, xatolarimizni g'afur et Rabbim. Bergan xayr sadaqalarimizni, aytgan tasbih zikrlarimizni, qilgan ruku' sajdalarimizni, o'qigan farz sunnat namozlarimizni qabullardan eylab, shularning ajr savoblarini qiyomat kunida ko'rgan nasib et Rabbim. Ham ya Rabbim Allah shulay shu dunyoda salomatliklarimizda, boyliklarimizda, imonlarimizda, bola aniqlarimizda ko'rgan nasib et Rabbim. Ya Rabbim Allah oilalarimizga ilfat ham muhabbat, bolalarimizga tawfiq hem hidayet nasip et Rabbim. Ya Rabbim Allah illerimizge tanışlık, yetakçilerimizge zihin, hikmet nasip eyle Rabbim. Her birimizin şu mübarek cuma gününe tilegen tileklerimizne, kılgan dualarımızını kabul et Rabbim. Allahümme Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahim.